Dunyoviy mashhur asar Yigit degan shundoq bo'lsa. Avtori Ehson Abdulqudus. Misr. 4-bob. İftarga yarım saatçı qalganda Naval ishikdan beshini tiqib qarab qo'ydi. Hamda yot odam yo'qdekla uyga kirib, "Dadam ikkinglarni mehmonxona uyga chiqsin deydi", dedi. Muhit go'yo kitob o'qishdan zerikib aram turgandek darrov kitobini yopdi. İbrahim qattin ruslab, qo'lidagi gazitni qo'ydi va chandurmasdan Navalga lappida qarab qo'ydi. Qiziq, u azaldan "Men qizlarga o'ch" deb yuratdi. Amriyatda undaq bo'lmayotdi. U hozir Navalga o'ch bo'lmoqda yo'q, qaramay turolmayotdi. Uning ovozini har bir anglasa yoki u yiniga kelganini sezsa, ko'ngli yayrab, huzurlanib ketadi. Bu erkin insonda odam o'ltirmagan, turmada yotmagan, turmadan qochganligi uchun hukumat tutishga uqtirish chiqarmagan odamda bo'ladigan bir xil ko'ngil ozodligi va orom baxsh tuyg'u edi. Uningda o'z uyidagi chaqda bundaq tuyg'u bo'lgan. Bu chaqda İbrahim ishikni ichidan etib olib, uyda soatlab jim o'ltiradi. Atrof jimjit bo'lsa-mu, uningga yolg'izlik bilinmaydi. Chunki opsi yondagi uyda bo'ladi. Naval İbrahimga opsini eslatdi. Yo'q, uningga tinchlik, orom baxshlikni eslatdi. Aniqroq aytganda, u erkinlikka tashna edi. Turmushdan rishtini uzalmayotdi. Ba'zi bir yangi o'zimi deb berolmaydigan sabablar tufayli turmush uningga texmi qimmatlik, burunqidan bakrak qadrlik tuyuladi. Buningga balki uning mushu oilada turayotganligi, bu oiladagi go'zallik, mehribonlik va bu oilada o'tkazgan oddiy sodda turmushi sabab bo'layotgandi. Bu yerda uningga Misrda Angliyaliklar va ularning g'olchisi yo'qdek, inqilob va aksiyatchi hukumat yo'qdek, butun Misr mushu oilada mehribonlik, samimilik, tinchlik va xotirjamlikka to'lgandek bilinadi. İbrahim o'rnidan turib, kiyim-kechkini tuzashtirguncha yuqorqi xiyollarni ko'nglidan o'tkazdi. Muhit uning oldiga tushib mengib o'tib, "Marhamat, İbrahim efendi", dedi. İbrahim "Efendi" degan gapni anglab kulib tashladi. Muhit birdamning ichida yana takalluf qilishga boshlagan edi. Ular ishik tuviga kelganda Naval, "Muhit, sen ustalning yiniga kelsanglar, hamma narsani qalaymaqan qilib o'tsa", dedi. "Seni ish topolmay qolmasin deyma. Agar yig'ishtirg'idak narsimi bo'lmasa, sen bekor qolmamsa", dedi Muhit Navalga qaramay. Naval İbrahim o'rindiqqa tashlab qo'ygan gazitni oldi. Ustaldagi kitob, daftar va qog'ozlarni ratladi. U bilmasdan İbrahim o'ziga qaragan soqchi amaldoriga yozmoqchi bo'lib, ismini yozibla to'xtab qolgan va yirtib etishni unutib qolgan qog'ozni oksining qog'ozlari bilan qo'shib kitob orasiga qistirib qo'ydi. Muhit bilan İbrahim mehmonxona uyga kirdi. Muhit egilib dadasining qo'liga suyib qo'ydi. Buvay turk pasonidagi divanda o'ltiradi. U sal egilib İbrahim bilan qo'l ilishib ko'rishdi. Ikkaylan buvayning o'dilida o'ltirishdi. Muhit kam, yo'lanchuklik o'rindiqqa o'ltirib edi. Yenida bir odam o'ltirg'idak joy qoldi. İbrahim to'qilma o'rindiqda gap so'z qilmay, sipoya, ammo ansizlik ichida o'ltirdi. U buvayning oldida adab axloqliq, qulqi yumshoq mo'min bola bo'lishi yoki o'z oldiga mulohiza qila oladigan, har xil planlarni o'ttirga qo'ya oladigan hamda buvaynimi bu planlarga ishtirok qilishga jalb qila oladigan yetilgan er bo'lishi, xarakter alaydigini to'liq ifodalashi yoki buvayga bo'lgan hurmat yuzasidan loyiqliroq bo'lishi lozimligini uqolmayotdi. İbrahim buvayga lappida qaradi. Buvayning qapoqlari turilgan, g'amga patgan holda o'ltiradi. Teximi o'ruqlagan, chiroyi tunugunkidan bak sarg'ayib ketgan, butunlay boshqa bir qiyofatga kirib qolgan edi.
Arını bir pəs jimjitlik bastı. Keyin bovay әндішісіні азырақ болсымы азайтмақчы болғандек тамықыны қырып, тәкәллүп тәләппұзыда сөз ашты. Балам, әхвалыңыз қандарақ? Ақшам яман әмәс, ұқлығансыз. İnşallah, yaxşı, tağa. Cavab berdi İbrahim. Arqadınla qatmal kayfiyatını yaxşılamakçı bolğandek qoşup qoydu. Rastını eysam, axşam bək qatdı uxlab ketibdi mən. Bovay söz qılmadı, yoki külmedi. Arını yana jimjitlik bastı. Muhit bilan İbrahim bir-biriga qarashib qo'ydi. Bir ozdan keyin bovay o'z-o'ziga so'zlayotgandek. Atdigan qurilish ministrligining darvozasi oldida dadingizni uchirtib qoldim. Uni ko'rib ixtiyorsiz uning bilan so'zlashgim keldi. U nihoyatda xiyolchan ko'rinadi, dedi. İbrahim öydeki ciddilik kayfiyatını yo'qotish uchun dadam mening ishlarim uchun bosh qatirmasa bo'ladi, dedi. Bovay uningga xafa bo'lgandek qarab qo'yib, ochchig'i bilan: "Dada degan dada, u toki umrining oxirigacha o'g'lining pishganlikka uchrashishni yoki istiqbolini yo'qotib qo'yishni xohlamaydi", dedi. İbrahim undimadi. Yerga qarg'inicha tukurkini yutdi. Bovayda açıq bilan tang g'ayrat paydo bo'lgandek bo'ldi. Shunga o'zini besib olib, muloyimlik bilan so'radi: "Bugun do'stingiz bilan aloqalasha oladingizmi?" İbrahim, "Sen gapga aralashmay turg'in" degandek Muhitga lappida qarab qo'yib javob berdi: "Ata aloqalashay dedim. Arada bir kun o'tib ketsa, saqchilarmi ancha diqqat qilib ketmas." Bovay İbrahimning so'zini to'g'ri tepib gap qilmadi. Ammo bir ozdan keyin so'radi: "Siz uning bilan qanday aloqalashmoqchi?" İbrahim qanday javob berishni bilmay qoldi. U Muhitga go'yo ikkimiz maslahatlashgan planga dadang qo'shilarmi degan ma'nida yana bir qatim qarab qo'ydi. Muhit tugilib, chiroyi tatirib ketdi. İbrahim gangirab qoldi. Burun o'ziga o'xshash yosh inqilobchilar savol so'raganda u hech qachon o'sal ahvolda qolmagan edi. Cho'nglar bilan savol javoblashib odatlanmagachga xiyolga cho'kdi. Men planimni hech qachon dadamga deb baxmagan. Endi bu dadamga esam bo'larmi? Men uningga o'g'lingiz do'stim bilan aloqalashadigan vositachi bo'ladi, bizning planimizga ishtirok qiladi. Shu sababdan boshqa vatanparvarlarga o'xshash hukumatning ziyonkashligiga uchraydi desam bo'larmi? Buni buvay qabul qilarmi? U o'g'lining halokatga qarab menishiga gap qilmay turarmi? Buvay vatanparvar bo'lmasa, meni uyda turg'izamdi. Ammo uning vatanparvarligi, chidamliqligi qanchalikdir? Uning vatanparvarligi passiv vatanparvarlik bo'lishi ehtimolga yaqin. U passivligini qattiq qo'g'daydi. Mustafa Ahmad Zohir apandi o'z passivligini qo'g'daydi. U o'g'lining mening ishlarimda aktiv rol o'ynaydiganligini bilgan hamon sakrab ketadi, ochiqlaydi. Hatto meni uydan qo'g'lab chiqarishi turgan gap. U o'z bexatarligini deb yuzsizlik qilishi, hukumat tutish buyrug'i chiqargan mendek xatarlik mehmonni qo'g'lishi mumkin. Yo'q, uningga hech narsa aytmasligim kerak. Xuddi planlarimni dadam bilmay qolganiga o'xshash bu buvaymi hech nimani bilmay turg'ini yaxshi. İbrahim go'yo Muhitni gap qilolmas, dadasiga hech nimani aytolmas qilib qo'ymoqchi bo'lgandek uningga mixdak tikildi. Ammo yana men nemishqa uningga rost gapimni aytmayman? Buvay mushu oilaning xo'jayini bo'lgandikin uningga ishonishim kerak. Bu yavaş odamlarga nemishqa ishonmayman? Balkim u tajribasi, ehtiyotchanligi va osonlikcha bilindirmaydigan qizg'inligi bilan qutulib qolishim uchun yaxshi chora tepib yordam qilar. Uning ustiga men uning bilan samimiy munosabat qilishim, rostchil bo'lishim kerak. Deganlar kallasiga yaltida kechdi. İbrahim shu xiyollar bilan ikkilanib xeyligacha o'ltirib qoldi. Birdan buvayning ovozi anglandi. "Bo'ldi, siz
Buning manga va oilamga ta'sir qiladigan tarafini aytib bersangiz bo'ldi. İbrahim sel duduqlab, rostini aytsam, men texi ular bilan qandaq aloqalashish to'g'risida bir yerga kelmadim. Biroq Xudoyim buyursa, atda hamma ish o'ngdan kelib qolar. Bobay uningga samimiy nasihat qildi. Hökumət uqtırış çıxarğaşqa sizning ishingiz qiyinga tushadiganligi turganli gap. Hozir yomon odamlar ko'p. 5000 fond sterling degan oz pul emas. Shunga siz texmo ehtiyot qiling. Xudoyim saqla, xotirjam bo'ling tag'a. Atda hamma ish ko'ngildagidek bo'ladi, dedi İbrahim yavaşlıq bilan. Bobay, hey, mavu balaning hech nimani o'ylashmayla xotirjam bo'ling da'vatqinini qaramamdigan degandek taajjub aralash, ayiblash nazarida İbrahimga qaradi. Xotirjam bo'ling da'vatamsiz? Bu gapni aytmoq nima degan oson ha? Yosh bolalar hozir bovayning xotirjamlikka naqadar tashno ekanligini bilatdimi? Ular buni tushunib yetalamdi. Ularning bola chaqalari yo'q. Ehtiyotchanlik bilan qadam-qadam mengib kelgan uzun o'tmishi yo'q. Ular qeyrlarga o'xshash minut sekundlar bilan hisoblashmaydi. Chunki ularning bola chaqalarimga obdan sharoit yaratib beray, o'lib tartib qolsammi, xotirjam ko'zim yumulsin deydigan qisqagina umri qolgan emas. Bovay o'ltirgan yerida qattini rustab, radioda qiroat qilayotgan Qur'oni Karimning suralariga quloq soldi. Öy jimjit bo'lib, qiroat anglanib turadi. İbrahim bilan Muhit bir-biriga qarashib oldi. Bovay yutilib qo'ydi. Tuyuqsizdan bovay İbrahimga qaradi. Xuddi uzundan buyon ichida saqlab yurgan ochchig'ini chiqarib olmoqchi bo'lgandek so'zlab ketdi. Aytinglarchi, sizlar zodi nima qilmoqchi bo'lyapsizlar? Butun davlatda sizlarga yoqqudek, sizlar agashgudek birmi odam yo'q ekan. Sizlar nahasni, ya'ni bu yerda Mustafa Nahas 1876 yilidan 1965 yilgacha yashagan Misrdagi siyosiy arbob, 1919 yili huquq talab qiluvchilar partiyasining shujisi bo'lgan. 1926 yilidan 1950 yilgacha ko'p qatim parlament tashkillagan. 1936 yili Angliya bilan davlatni munqariz qiladigan Angliya Misr 20 yillik ittifoqdoshlik shartnomasini imzolagan. Sizlar nahasni, naqrashni bu yerda Muhammad Fahmi Naqrash 1886 yilidan 1948 yilgacha yashagan Misrdagi otaqliq siyosiy arbob, huquq talab qiluvchilar partiyasiga kirgan, ammo Nahas bilan ixtilofi bor. Ikki qatim parlament tashkillagan. 1948 yili ziyonkashlikka uchrab o'lgan. Naqrashni yoqtirmasanglar, podshohnimi yoqtirmasanglar, sizlarga zodi kim kerak? Bu davlatni kim boshqursin deysizlar? Siz menga bu odamlarning hammasi yaramaydi demoqchi. Bo'pti, buningga menmi qo'shilay? Undaqda o'rniga kim bo'ladi? Sizlar bundaq qilaversanglar, butun davlatni ma'lumotdan qilib o'tsizlar. Bu nima uchun? Sizlar sal tinchlanib, o'zinglarga yoqqudek odam tepilg'icha o'pganlarni besib turolmamsizlar. İbrahim bovayning mundaq ochiqlanib ketishini xiyoliga keltirmagan edi. U burilib bovay bilan zoda qandaq so'zlashsam bo'ladi degandek Muhitga qaradi. U eg'iz ochay deb turishiga bovay yana ko'z qarashini sharhlab ketdi. 1919 yildagi inqilob vaqtida Zughlul 1857 yilidan 1927 yilgacha yashagan Misrdagi otaqliq siyosiy arbob, 1924 yili Misrning bosh ministri bo'lgan, huquq talab qiluvchilar partiyasining qurg'uvchilarining biri hayot vaqtida mustaqillik uchun Angliya hukmronligiga qarshi urush qilgan. Zughlul degan rahbar bor edi. Bütün mamlakat onunğa ergişetdi. Hammaylar nima qilishni bilatdi. Zughlul suhbat o'tkazib, mustaqillikni qo'lga keltirgan edi. Hozircha uning o'rnini kim basa oladi? Kim Angliyaliklar bilan suhbat o'tkaza oladi yoki ular bilan jang qila oladi?
Bovay bu gaplar sanamı tegishlik degandek o'g'lig'imi qarab qo'ydi. Rostini aytganda Bovay bu so'zlarni maqsadli holda o'g'lim do'stining gapiga kirib ketmasin deb qilib Bovay boshdan oyoq tahdid ohangda so'zladi. İbrahim Bovay bilan gap talashishni xohlamadi. Chunki u Bovayga "Men hech kimga ergashmayapman, balki bir prinsip bo'yicha ish ko'ryapman. Men Misrga hukmronlik qiladigan odam emas, balki Misr uchun erkinlik, barobarlik, farovonlik izlayapman" debla javob bersa bo'ladi. Ammo undaq demadi. Buningga balki uningdagi har xil fikrlarni anglay oladigan, hargiz xafa bo'lmaydigan xarakter sabab bo'lgandi. Yoki Bovayga bo'lgan hurmat munozirlashishga yo'l qo'ymagandi. Va yoki ahli uningga hozirgi sharoitda har qanday siyosiy munozirlarni qilishga bo'lmaydiganligini eskartgandi. İbrahim gapni qasdan boshqa yoqqa burdi. Siz 1919-yildagi qo'zg'olonga qatnashganmidingiz? Bovay u gapdan g'iqqida bo'lib, bir nuqtaga tikilib o'yga patgandek jimmida o'ltirib qoldi. Bir ozdan keyin uning lavlarida tabassum paydo bo'ldi. Uningga butun mamlakat qatnashgan. U chaqda men 15 yosh edim. Zuğlulning so'zlarini bevosita anglamagan, namoyishlarga qatnashmagan edim. Biroq uning nutqlarini yodga so'zlab beralaydim. Rahmatlik dadam doim menga Zuğlulning nutqlarini yodlatqizib anglaydi. İbrahim hayrhaqlik bilan kulib qo'ydi. U 15 yoshlik bolaning butun niyati bilan Zuğlulga intilayotganligini, talpinayotganligini ko'rgandek bo'ldi. U inqilobda butun mamlakatdagi hamma birlikda kuch chiqargan edi, dedi Bovay yana. Uyga Muhitning opasi kirib keldi. Uning chiroyidagi samimiy tabassum hayotlik va tinchlik xabarini yetkazgandek 3 er kishi birdilla ruhlanib ketdi. Bovay kulimsiradi. Muhit xuddi o'zining yuragini opasiga topshirdigandek ko'zoynak ostidan g'amkin ko'zlarini uningga tikdi. Shu topda uning turqi baayni opasining qo'g'dab ostirishiga tashna bo'lib, qanoti ostiga kirib olmoqchi bo'lgan qush bolasiga o'xshatdi. İbrahim xuddi o'z e'tiqodini azaldan gumonlanmagan, o'ziga hayot baxsh etgan e'tiqodini ko'rgandek o'rnidan turib ketdi. Bu e'tiqod uning onasiga bo'lgan e'tiqodi edi. Ana zodila tinim topmaydi. Undaq bo'lmasa hayot to'xtab qolgandek bo'ladi. "Hey, iftorga zambirak otadiganga qanchalik vaqt qoldi?" dedi Mo'may aldirab. Ondan İbrahimga qaradi va uning mo'risini qiqib turib gapini davomlashtirdi. "Balam, o'ltiring balam. Xudoyim sizni o'z panohida saqlag'ay", dedi. Muhit opasining javob kutmayotganligini bilsimi, soatga qarab qo'yib javob berdi. 5 minut qopti. Opasi Muhitni javob berganligi uchun ayblagandek. "Shundaqmi? Amsa dadangning jay namozini selib qo'y. Hammanglar ozdola ish qilinglar. Bugun ikki qizim ish qilib bak yerib ketdi", dedi. Ondan Bovayga qarab talaffuzini o'zgartmay qo'shib qo'ydi. "Uqib qo'ysizlar dadasi. Saniya qaytib kelganda ish haqqini 1 riyal o'stirma. Endi bilinadiki, u butun uyning eg'irchiligini ko'tarib kelayotgan ekan. Xuddi Saniya kelsa, oiladagi g'am qayg'u biroqla ko'tarilib ketadigandek, Bovaymi tortib qo'yib, "Shundoq bo'lsin", dedi. Muhit o'rindiqning yon yo'lanchikiga dastlab ishkop ustidan jay namozini oldi. İbrahim sal midirlab qo'yib, kulib so'radi. "Men nima ish qilay? Balam, o'zingizning dardi yetib oshidi. Hammamiz sizga yor yo'lak bo'lsak bo'ladi", dedi Mo'may darhol. Unutib ketgan ishi esiga kelgandek İbrahimning chiroyidagi tabassum yo'qoldi. To'g'ri, u bu oilaning a'zosi emas. Bu ona o'z onasi emas. U Muhitga o'xshamaydi. Hatto o'z uyidimi opasi uningga hech qanday uy ishlarini qildirmaydi. Mo'may sirtqa chiqib ketib o'z-o'ziga so'zlagandek.
Мен беріп тамақны ұссай, азырқы қызла еш ішіне оңлап қыламайды, деді. Радиодан беріліп атқан қыраат түгіместілла иптарға зәмбірәк етілді. Әмді иптар вақты болды, деді Мұхит орныдан тұрып. Әзан оқылсын, деді бобай қымырламай. Мәзіннің әзан авазы аңланды. Бобай әзан түгігіче олтырған ерідін қымырламады. Кейін орныдан тұрып, бешедегі ақ топысыны түзәштіріп, намаз оқышқа башлады. Мұхит орныдан тұрып, Ибрахимні ноқып қойды вә «Ибрахим, юрің», деді вә Ибрахимнің құлқыға пішірледі. Dadamның сөздерге қапы болмаң. Әргіз, деді Ибрахим жауабын. Ikkaylən tamaq yeydigan öyге ketib etib, koridorda aşxanadan chiqib atqan Samiya bilan Navalga uçurdu. Ularning qo'llaridagi taxsilarda qo'rima bor edi. Samiya salomlashgandek Ibrohimga qarab kulib qo'ydi. Naval Ibrohimning ko'nglini ko'tarmoqchi bo'lgandek past ovoz bilan "Heli menga to'nglatilgan chayza qo'rimisining qandoq bo'lganligini aytib bering. Uni men qildim", dedi. Bu gapni anglab, Ibrohim xuddi o'z uyida turgandek tuyg'uga keldi-da kulib qo'ydi. Hammalar jo'ziga keldi. Mo'may bir talanga gangpan akirib Samiyaga berdi va "Bolarim, hammanglar o'ltiringlar. Dadanglar namozini o'qib bo'lsalar, tamoq yeymiz", dedi. U Muhitning chilg'an sayga qo'l uzatganligini ko'rib qilib ayblab ketdi. İftarda aval çılığan seyimeydi balam. Aşqazlığını asra. Hadiste aytilishcha iftarda aval bir tal chilan yemek bar ekan. U degan burunqi zaman. U chaqlarda chilg'an say yo'q-da, dedi Muhit kulib. Aqko'ngil ana uning gapini anglamaganға saldi. Qayerga o'ltirishni bilmay turgan Ibrohimga qarab, "Balam, mayada o'ltiring. Muhitning yeniga keling. Siz bizning aziz mehmonimiz", dedi. "Rahmat", dedi Ibrohim o'rindiqqa o'ltirib etib past ovozda. Mo'may bir piyola o'rik sharbati quyib uningga tutdi. "Balam, Xudo turibdi. Oningizga ichim og'riyotdi. Yashanganda siz yenida bo'lmasangiz, uning yigini yegan bo'lmaydi", danga. İbrahimning yuragi qisilgandek, qonlari tomirida uyib qolgandek bo'ldi. Oqko'ngil Mo'mayning uningga qasdan opsini eslatib, seg'inish firoqini kuchaytirish niyati bo'lmasimi, g'arazsiz holda Ibrohimning yurak yarasiga tegib, uni azobga qo'ydi. Ibrohim oldidagi chinini tutib, ko'zlarini taxsiga tikkinicha o'ltirib ketdi. Bovay kirdi. Hech kimga qaramay joyiga kelib o'ltirdi-da, qo'shiqni elib, sho'rpa qochisiga soldi. Ondan, "Xudoyim, sen uchun tutdim roza. Sening iltifotingda qildim men iftar", deb oyat o'qidi. Hammalar iftorlik qildi. Bovay gap qilmadi. Mo'may birdan uningga, birdan buningga qarab, xuddi hayot mamotliq jangga qo'mondonlik qilayotgan boshliqdek helidan heliga har xil buyruqlarni tushirib turadi. "Muhit, sen bu tamoqni ko'p yevatmay, tatliq turimlarga qo'rsoq qo'ygin. Samiya, gangpanni Ibrohim apandining oldiga surib qo'y. Dadasi o'zlari nima deb tamoq yemaydilar? Biri taklif qilsin deb o'ltiramdilar. To'nglatilgan chayza qo'rimisining ta'mi qandoq ekan?" dedi Naval. Ibrohim ko'nglidagini aytmoqchi bo'ldi-yu, o'rinsiz gap qilib salarmamikin deb o'ng'aysizlandi-da, boshqalarning bu to'g'rida biror gap qilishini kutdi. Ammo Navalning gapini anglamagandek hech kim eg'iz ochmadi. Ibrohim Navalning gapiga pisand qilmay o'ltirsam bo'lmas. Naval qo'rimlarining menga yoqqanligini bilsin deb o'ylab, qizargan holda beshini yerdan ko'tarmay, "Bak o'xshabdi", dedi. Naval xo'shal bo'lib darhol, "Bu qo'rimini men qo'rg'an", dedi. Samiya qoyil bo'lmadi. "Rost gap qil, sen qo'rdingmi? Petiganni axlapla qo'yganga qo'riminimi sen qo'rg'an bo'lamsan?" "Ha, voytova, bu gapcha mening qilg'inim petiganni aqlashla bo'pti-da", dedi Naval o'zini axlab. Ondan opsiga qaradi.
Xudo haqqi, opa, ayting-a, petigan qo'rimizni men qo'rimidimmi? Hammani men qildim. Shundoq, Samiya, senmi talashma, dedi apisi ularga qaramay. Naval o'z g'albisini isbotlamoqchi bo'lgandek Ibrohimga qarab qo'ydi. Men bu qo'rimining kamchiliklarini so'zlasam qandoq? Dedi Muhit uni masxara qilib. Bo'ldi. Gap qilaman deb qo'lingni tishlab olma. Bu yerda Misrliklar tamoqni qo'lida yeydi. Qo'lingni tishlab olma yana, dedi Naval shu an. Buvay tamoq ustida bo'layotgan o'shiqcha gap so'zlardan bezor bo'ldi. Oxir bas degandek hammalarga bir qur qarab chiqdi. Hamma darrov jim bo'ldi. Ustalga tatliq yemaklik chiqqanda ondan gap qildi. İftardan keyin erlar mehmonxona uyga kirib ketdi. Mo'may ikki qizi bilan qochqumishlarni yig'ishtirib oshxonaga akirdi. Mehmonxona uyda jimjitlik hukm surmoqda edi. Buvay xuddi yigini sinmayotgandek yoki kollasidagi xiyollar hazm qilishni buzib qo'ygandek xafa holda gap qilmay o'ltiribdi. İbrahim perişan edi. U buvayning oldida o'taydigan majburiyatdan, takallufdan qochib, boshqa uyga yolg'iz kirib olg'isi keladi. Muhitmu jim o'ltiradi. Vaqt o'tkazish uchun ba'zida o'rindiqini chekib qo'yadi. Ba'zida ko'zoynakini besib qo'yadi. Ba'zida opasi bilan ikki singlisini tezroq kelsikan degandek eshikka qarab qo'yadi. Patnosda chaynak bilan chini ko'tarib Samiya kirdi. Patnosni dadasining oldidagi kichik ustalga qo'ydi. Ondan Muhitga qarab hammalarga anglatib, "Endi bir meni yana ishga buyuradigan bo'lsa, o'zimni derazadan tashlab o'tamachimu?" dedi va herib ketganligini ko'rsatmoqchi bo'lgandek yondagi o'rindiqqa o'zini tashladi. Muhit darrov chaqchaq qildi. Derazadan yerga tushganda boshqalarni zaxmilantirib qo'ymasanglar bo'ladi-ku. Buvay chiniga choy qo'yib o'tib, qiziga yon bosgan tarzda, "Muhit, gazetni akel", dedi. Muhit o'rnidan turib, gazetni akeldi. Mehmonxona uyga Mo'may orqasidan Naval kirdi. Naval o'ltiribla, "Amerikaliklarga o'xshash har kim o'zining qochisini yuyish kerak", dedi. "Shundoq bo'lgani yaxshi", dedi Ibrohim uningga qarab. Amerikaliklar faqat pedigan qo'rmisi yemaydi. Agar yegan bo'lsa, hargiz undaq qilmaydi. Bundaq mayliq taqsilarni janoblaridek mutaxassis yumsa bo'lamdi, dedi Muhit. Bo'ladi, buningdan keyin janoblarga ko'ktatni suvda qaynatibla berayli. O'z qochilarini o'zlari yusla emisa, deb raddiya berdi Naval. Naval hammaylan ga choy tutdi. Hamma choy ichayotganda tuyuqsiz eshik qo'ng'irqi jiringladi. Hammaylan tangla bir-biriga qaradi. Buvay chinini va qo'lidagi gazetni ustalga qo'ydi. Ammo boshqa birarining gap qilishni kutgandek jim o'ltirib qoldi. O'diqib qolgan Mo'may o'zini zo'rg'a besib, "Bu kimdi? Ah Xudo, o'z panohingda saqlag'aysa", dedi. "Eshikni ochmayli", dedi Samiya. "Bo'lmaydi, chiroq tursa, kelgan odam uyda borligimizni biladi-da", dedi Muhit. "Balki eshik baqar Ali tog'idi, yoki bo'lmasa qizini qaytirib kelishimni so'rab Saniyaning opsi kelgandi", dedi Naval. Mo'may taqat qilib turolmay qoldi. "Voy tova, mushimi kun bo'ldimi endi? Biz hech qachon qonunga xiloflik qilmadik. Uyimizga yomon odamlar kirmadi. Eshikni ochinglar, nima bo'lsa shuni ko'rayli." Buvay bilan Ibrohim gap qilmadi. Buvay Ibrohimga, "Inqilobiy yosh apandilar, ahvol mushu tursa, sizlar nima qila olasizlar?" deb so'rayotgandek qilatdi. Ibrohimning yuragi titragandek bo'ldi. U turmadan qochgandan beri yuragi doim mushundoq bo'ladi. Ammo faqatla chandırmaydi. U bekmi hijolat bo'lib, o'zini bu oq ko'ngil, gunohsiz kishilarni besib turgan ig'ir toshdek his qildi. O'zini imkon qadar tamkin, sagak tutishga tirishdi. Oxir u buvayga, "Meningcha mundaq qilayli.
bireylen chiqib eshikdagi aynakdan kim kelganligiga qarab baqsin. Agar yot odam bo'lsa, ochqich akilay deb qaytib kirsin. Biror amal qilayli, dedi. Naval bu fikrni bakla yoqiladi. Muhit İbrahimga gumani nazarda qarab qo'ydi. Samiya bu fikrni to'g'ri topmagandek nihoyatda bearam bo'lib, qimdinib qo'ydi. Mo'may xuddi shaytonni qo'g'lab etmoqchi bo'lgandek beshini chayqab, maydasiga urib qo'ydi. Bovay İbrahimning fikrini yaratmagandek og'zini purishtirdi-yu, boshqa amal bo'lmag'achqa. Naval, sen berib İbrahimning diginidek qilgin, dedi. Naval o'rnidan turdi. Chiqib ketib etib, madad tilagandek o'ltirganlarga qarab qo'ydi. Boshqalarmi uningga biror balo qazo ilib kelma degandek qarab qoldi. Naval birdamdala qaytib kirib, hayajon bilan, "Bir navra akam Abdulhamdi ekan", dedi. "Ah xudo, o'zing saqlag'aysa", dedi bovay. İbrahim vaqt o'tib ketmasin deb, "Undaq bo'lsa, men Muhitning hujrasiga kirib o'ltirib turay", dedi. Abdulhamdi kelsila o'zini bizning uyning odamidek tutib, hamma uyga bir kirib chiqadi, dedi Muhit darhol. Mo'may ikki yoqqa choy qilib, maydasiga ritmliq urib turib, "Alloh, Alloh, Alloh" deb o'ltiratdi. "Meningcha İbrahim balkonga chiqib ketsin. Balkonning eshigini etib qo'yayli", dedi Samiya. "Qo'shnilar ko'rib qoladi", dedi bovay. "Eng yaxshisi, Samiya ikkimiz mehmonxona uyda qizlar kelgandek paranglashib o'ltirayli. İbrahim apandimi yenimizda o'ltirsin", dedi Naval. "Voy xudoyim, singlim, u kelsa aylanib bizning yenimizga kirib oladi emasmi", dedi Samiya. Hammalarning ko'zlaridan ansizlik chiqib turadi. Har kimning qo'lisida har xil takliflar bo'lsa-mu, birarimi qarga kelmaydigandek edi. Hammaning biror ish qilg'usi keladi-yu, jur'at qilolmaydi. Mo'may yenik choy qilib, "Alloh, Alloh" devatadi. Bovayning yuzidagi go'shtlar bir yerga yig'ilib, g'alati tusga kirgan edi. İbrahimning o'ziga biror amal tepib berolmay, aloqsizlikka tushgan kishilarga ochchig'i kelyotdi. Shu xapliqda birdanla tapancha yodiga keldi. U nima uchun tapanchasi bilan kelgan odamga hayva qilib qo'yib qechib ketmaydi? Nega qassimi mayli emasmi? Xiyoliga tapancha kelishi bilanla u jiddilashib ketdi. Undaqda bu uyda men mukib olg'udak joy yo'q ekanda. Muhit beshini ko'tirdi va ko'p o'ylab topgan chorasini aytdi. "Eng yaxshi joy balaxona. İbrahim shu yerga mukib olsin. Abdulhamdi u yerlarga berib yurmas." Hammaylar bir-biriga qarshi olgandan keyin tangla bovayga ko'z tikdi. Bovay xirqirgan ovozda, "Meningcha buningdan boshqa amal yo'q o'xshaydi", dedi. Ondan o'tkir ko'zlari bilan İbrahimga yevdidigandek alpozda oliyib Navalga shundoq dedi. "Naval, sen İbrahimni balaxonaga ochqib qo'y. Muhit, sen berib eshikni och." "Bo'ladi, ochqish nada? Men eshikni ochqish bilan ochgandek bo'lay", dedi Muhit. Mo'may divandagi yostiqning ostidan bir bog'lam ochqichni ilib berdi. "Yuring", dedi Naval İbrahimga va uni boshlab oshxonaga kirib ketdi. Balaxona degini oshxonaning o'g'zisi bilan to'risi orliqidagi kichikgina bir joy edi. Naval kichikgina shotini akilib, tomga yo'lab qo'yib, İbrahimga "Chiqing", dedi. İbrahim shotiga chiqib etib so'radi. "Nevra akangiz nima ish qiladi?" U Navaldan nevra akasining saqchi yoki o'zini qo'g'lab kelgan dushman emasligini anglab, ko'nglini tindirmoqchi bo'lgan edi. U lükchak bir nima, o'qishni tuzuk o'qiy olmay bir shirkatda ishlayotdi. 1 yilcha bo'ldi. Hadam Samiyani olaman deb og'zini tatliq qilib yuriydi, dedi Naval pichirlab. Ko'ngli o'rniga tushgan İbrahim balaxonaga chiqdi va beshini ikki tizining orasiga elib, zo'ngziyib o'ltirishga majbur bo'ldi. Naval shotini joyiga opirib qo'yib, chiroqni o'chirib etib chiqib ketdi. İbrahim ostidagi piyoz, samsaqlarni bir chetga surib qo'ydi. Muhitning mehmonga qilgan gapi anglandi. "Saniya ketgandan keyinla eshikni quliqlab qo'ydigan bo'ldik.
İbrahim ağaynısının aqlliqliqidan xoşal bo'lib, kulib qo'ydi va qorong'ulik ichida o'ziga tasalli berish uchun shuncha qilsa-mu, piyoz, samsaqlarning, seriq moy, hasallarning purqi uningga aram bermadi. Milish-milish bir narsa yuzi va bo'yniga tegib turardi. Putining yenida bir narsa midirlagandek bo'ldi. Chashqan Mekintang balki heli uni g'ajashga tusha. Uning beli og'rib, nafas elishi qiyinlashdi. Ko'zlari echishib, chanoqlariga yosh to'ldi. Bu piyozning ochiqi emas edi. Uning rosa yig'lab ichini bo'shtib olg'isi kelgan edi. U yig'lasa o'z holiga, ziyonkashlikka uchirganligiga yig'laydi. U turmada yig'lamagan, chunki u chaqda o'ziga ziyonkashlik qilayotganlar uningga oydin edi. U ochiqini shulardan chiqara oladi. Biroq hozir Ibrohim turmada emas. Shunga uningga butun jahon, hatto hozirgi holatimi uningga ziyonkashlik qilayotgandek bilinadi. Afsus, buni u o'zi tanlab oldi-da. 1 soat vaqt o'tdi. U 1 soatning har bir minutini u kurash bilan o'tkazdi. U xafaligi, ziyonkashlikka uchrash tufayli paydo bo'lgan ma'yusligi, yig'isi, seriq moy, piyoz, samsaqlarning puraqlaridan qutulishga tirishdi. U cho'ng eshikka mangan oyoq tevishlaridan sagaklashdi. Ondan tashqarqi eshikning ichilishi anglandi. Orqadanla naval kirib, oshxonaning chirqini yondirdi. Uningga shotini qo'yib berib, "Tushing, u ketdi", deb pichirladi. İbrahim tashqarqi eshikning yepilganligini nihoyat aniq anglab, ondan pastga tushdi-da, xuddi erkinlikka chiqqandek navalning oldida mangdi. U texi koridorga chiqmagan edi. Tashqarqi eshik yana chekildi. İbrahim "Manga shundoq bilingandir" deb o'yladi. Tuyuqsiz uning oldida bir yot odam paydo bo'ldi. U odam taajjub bilan uningga sap soldi. Uning orqasida muhit haykaldek qetib turardi. İbrahim xuddi o'q tegib ketishdan qochgandek ixtiyorsiz orqaga burilibla oshxonaga kirib ketdi. Hammaylar midir-sidir qilmay, unsiz holda qetib qoldi. Jimjitlikni yot odam buzdi. U quvliq bilan hijib, "Kechiringlar, jurnalimni unutib qopdimi?" dedi va mehmonxona uyga kirib, jurnal ko'targan holda chiqdi. Alaqzodlik chiqib turgan chiroylarga ko'z yugurtib, makkorlik bilan "Xayr xo'sh", dedi. Uningga hech kim javob qaytarmadi. U mo javob kutmasdanla chiqib ketdi. 4-bob tugadi.